Assalomu alaykum. Bugun hamma qiynaladigan ishga doir masalalar ko'rishni boshlaymiz. Demak, umumiy yer maydonimiz 1 ar, ya'ni 1 sotik. Sardor yerni haydash uchun, mana shu 1 sotik yerni haydash uchun, chopish uchun, ya'ni 80 soat. Sardor va Bobur 60 soat vaqt sarflar ekan, Sardor va Abror 40 soat vaqt sarflar ekan. So'ralayotgan narsa nima? Uchalasi birgalikda ishlaydigan bo'lsa, mana shu yerni qancha vaqtda chopib tugatadi? Demak, unda eng muhim narsalardan bittasi, demak, Boburni necha soatda bir o'zi qilganda qancha vaqt ketishini berilmaganligi uchun buni a soat vaqt sarflaydi deb belgilaymiz. Abror esa bu ham berilmaganligi uchun b soat vaqt sarflaydi deb tasavvur qilamiz. Endi bu ishda biz o'rgatadigan eng muhim qismdan biri 1 soatda qiladigan ishni topamiz. Ya'ni Sardorimiz 80 soatda bajaradigan bo'lsa, 1 soatda qiladigan ish topishimiz uchun umumiy ishni biz Sardorni ketkazgan vaqtiga bo'lishimiz kerak. 1/80. Boburnikini topishimiz uchun xuddi shu umumiy ishni uni ketkazgan vaqtiga bo'lamiz. Abrornikini topish uchun 1/1. Demak, Sardor va Bobur umumiy 60 soatda bajaradigan bo'lsa ishni 1/80 bu Sardorni 1 soatda qiladigan ishi. 1/a Boburni 1 soatda qiladigan ishi. Bularni qo'shadigan bo'lsak, ikkalasi birgalikda 1 soatda qilgan ish kelib chiqar ekan. Buni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni ular birgalikda ishlagan vaqtga ko'paytiradigan bo'lsak, umumiy yer maydonini tugatar ekan. Ikkinchi qismida berilgan misol, Sardor bilan Abror 40 soatda tugatadigan bo'lsa, demak, Sardor 1 soatda 1/80 qismini bajaradi, Abror 1/1 qismini bajaradi. Ikkalasi birgalikda 1 soatda qiladigan ishi mana bu. Demak, bular birgalikda 40 soat ishlagani uchun 40 ga ko'paytiramiz, umumiy yer maydoni tugallangan bo'ladi. Keltirib chiqaradigan bo'lsak, 1/80 qo'shilgan 1/a teng 1/60 ga. Demak, 1/80 bu yoqqa ayrilish bo'lib o'tganini hisobiga 1/a'imiz demak 1/240. 240 chiqdi. Ya'ni 1/a'imiz boyaga bilganimizdek Boburni 1 soatda qiladigan ishi. Endi mana bu keyingi tenglamadan 1/80 plus 1/b teng 40 bo'lish bo'lib o'tadigan 1/40 bo'ladigan bo'lsa, demak 1/b'imiz teng bo'lar ekan 1/80 ga. Demak, xulosa shuki, 1/b Abrorni 1 soatda qiladigan ishida, ya'ni 1/80 qismini bajaradi. Bizga topishimiz kerak bo'lgan narsa, bular uchalasi birgalikda ishlaydigan bo'lsa, umumiy qancha vaqt ishlaydi ishni tugatish uchun. Shuni topishimiz kerak. 1/a bu Boburni 1 soatda qiladigan ishi, 1/b Abrorniki, 1/80 Sardorniki. Bularni demak qo'shadigan bo'lsak, uchalasini 1 soatda qilgan ishi. Bular qancha vaqt ishlaganini bilmaymiz, t soat deymiz. Umumiy 1 sotik yerni haydashdi. Demak, 1/a'ni o'rniga 1/240 ni qo'yamiz. 1/b'ni o'rniga 1/80 javobimiz chiqib kelganda, yana 1/80, demak, ko'paytirilgan t teng 1. Demak, bularni umumiy mahraj berib qo'shib oladigan bo'lsak, 7/240 karra t teng 1 bo'lsa, t'imiz demak 240 taqsim 7 yoki 34,7 2 soat degan javobimiz kelib chiqadi. Ya'ni soat vaqt sarflar ekan. Bunaqa savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiramiz.